92% odam muvaffaqiyatli bo'la olmaydi. Nima uchun? Birinchidan, o'sha ilk qadamni qo'ymaganidan, ikkinchisi bardavom bo'lmaganidan. Biz katta shijoat bilan boshlaymiz, g'ayrat bilan nimandir shundoq boshlab qo'yamiz. Darrov ozgina qiyinchilik bo'lganda shundoq taslim bo'lib boramiz yoki chiqib ketamiz qaysidir loyihadan. Qiyinchilik bo'lyapti, yo'q bu menga emas ekan. Bizdagi hozir yoshlardagi muammo shu. Ozgina qiyinchilik paydo bo'ldi, vse, demak bu menga emas ekan. Men buni bardosh bera olmas ekanman. Bugungi kunda yoshlarimiz juda ham bardoshsiz bo'lib qolishyapti-da, men ko'rayotganim. Ota-onalarimiz, men o'zim ayolimda bu muammo bor-da. Mana qizim o'qiyapti, hozir qizimning imtihonlari boshlandi. Vse, bunga hech narsa qilish kerak emas uyda deb ayolim ularni asraydi, avaylaydi. Nimaga Yevropani bolalari juda bir infantilniroq? Nimaga? Chunki ularda hamma narsa tayyor. Juda komfort zonasida yashab yuribdi. Maktabda umuman qiynash yo'q. Ustozlar umuman talab qilmaydi hech narsani. Hamma narsa bor. Erkalatib qo'ygan. Erkalatgan muhitda hech qachon farzand o'smaydi. Biz nima uchun o'zimizcha bir qaysidir ma'noda muvaffaqiyatli bo'lishga tirishganmiz, harakat qilganmiz? Chunki bizda bosim ko'p edi. Biz bugungi kunda farzandlarimizga juda ko'p narsani beryapmiz. Keragidan ortig'ini beryapmiz, lekin bitta narsani bera olmayapmiz. U ham bo'lsa ochlik tuyg'usi. Farzandni biz ma'lum darajada me'yor bilan qiynashimiz kerak. Bo'lmasa ertaga u xrupki, immuniteti juda past, tegma to'kilaman, ba'zida tepsa tebranmas ko'rinishda farzand ulg'ayadi.